Bitta narsaga tushunmayapman, aka. Faqat to'g'risini aytasiz. Hop. Nima bu? Mana ikkita, mana qo'yib qo'ygan narsangiz nima vazifani bajaradi? Shuncha magnitli filtrda u. Ha. Lab bo'ladi, bo'lsa hidi chiqmaydi. Mana bunaqa magnitlar rosa ko'p bo'ladi. Ayniqsa hidi chiqmaydi. Yo'q. U balondan kelayotgan axlatni birinchi o'sha yerda toza gaz. Keyin bu o'zi ochib yopib yuboradi keyin. Ha. Hozir to'g'ri promor relokni ulab qo'yadigan bo'lsa, relokni qusib yuboradi bu. Relokni uzun bo'lib atroflar yo'q qo'yib yuborishi kamayadi buni. Relokni kuch kelmaydi. Mana kelayotgan gazni ushlab qoladi, relokga kuch kelmay turaveradi. O'chirgan paytda, yurgan paytda yana ochaveradi. Mashallah. Mana yana bitta qo'ygan sababi mana bu klapani axlat turib qolmasligi uchun. Toza gaz o'tadi, u to'g'ri ishlaveradi keyin. Endi sizga savol. Hozir siz Lacetti tegishni qo'yib berasiz 2012. Men 2025-yil 12simga mana shunaqa qo'yilganmi, qo'yilmagan bilmayman ham. Qo'yilmagan sizga, o'tgan safar ko'rganman. Qo'yilmagan, a? Qo'yilmagan. Nima bo'ladi misol uchun? Bu nima 200 dollar turadigan narsami? Yo'q, 10 dollardan turadi, 20 dollardan ikkitasi. 10 dollardan 20 dollar turadi. Lekin hozir foydasini aytasiz, mashinaga juda ham katta foydasi bor deyapsiz. Filtrda u. Ha. Zo'r narsa. Nimaga buni qo'yishmaydi aka? Sizga endi mehmonlik uchun bitta qo'shib beramiz. Voy, mashallah. Alloh rozi bo'lsin. O'rtoqlar, men prosta bu videoni nimaga olmayman? E'tiborli bo'linglar, mana ustunovka. Oldingi safar ustunovka qildirgan joylarimda juda bardak bo'lib yotardi. Ishlagan ko'ryapsiz, mana diktoron ishlagan. Rossiyadan zakaz keladi. O'rtoqlar, mana ayni mana shu narsani odamlar 1 yil, 2 yillab mana shu ishlarga ustunovka qilishganda hidi chiqmaganligini o'zim ham guvohi bo'ldim. Olib kelgan mashinalardan. Hozir endi proverka ketyaptimi aka hozir? Ha, endi. Xullas, akam oldilar kelsanglar inshaalloh cho'tki qilib beradilar. Hozir aka gaz zapravkalar tekinga gazni tekinga qo'ygan ekansizmi? Bo'ldi, mashallah. O'rtoqlar, like bosib tarqatib qo'yinglar, xudo xolasa gaz bo'yicha nimaga qiziqayotgan bo'lsanglar, shartli direktga o'tib yozsanglar, akam o'zlari javob beradi yoki nomerlar qoldiramiz inshaalloh. Rahmat.